alaykum kanalimiz aziz kuzatuvchilari, aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan birga uy sharoitida mazali KFC'ni birgalikda qilamiz. Bizga kerak bo'ladi 1 kilo 300 gram tovuq qanotchalari, bitta osh qoshiqda paprika shirinidan, bitta osh qoshiqda ketchup, 3 osh qoshiq soya, 1,5 choy qoshiqda tuz, yarim choy qoshiqda qora murch, 2 dona chesnok kerak bo'ladi hamda 2 stakan suv kerak bo'ladi. Hozir birinchi bo'lib marinovka suvini tayyorlab olamiz. Suvimizga shu ziravorlarni bir chetdan solishni boshlaymiz. Tuzni solamiz. Shirin paprikani solamiz. Soyani solamiz. Qora murch solamiz. Ketchupni ham soldik. Mana endi chesnoyimizni ham maydalab olganmiz. Sirkamizni ham maydatishdan endi buni ham solamiz. Endi yaxshilab venchikda aralashtiramiz. Yaxshilab bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Tuzini ko'rdik, tuzlari normada. Endi qanotlarimizni tengiga bo'lib olamiz, ortiqcha joylarini olib tashlaymiz. Hamma qanotchalarni shunaqa qilib bo'lakli bo'lib marinovka suvimizga solib olamiz. Mana hamma qanotchalarni bo'lakli bo'lib marinovka suvga solib oldik. Endi buni yaxshilab aralashtiramiz. Yaxshilab qo'limiz bilan aralashtirib 1,5 soat 2 soatga suvga bo'ktirib qo'yamiz. Yaxshilab pripravalarni o'ziga sindirib olish uchun. Oradan 1,5 soat vaqt o'tdi. Endi bo'lsa KFC'mizni panirovkasini tayyorlab olamiz. Bizga kerak bo'ladi 4 stakan un, yarim choy qoshiq murch, 1 choy qoshiq tuz, 1 osh qoshiqda paprika kerak bo'ladi shirindan. Endi shularni unning ustiga qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Mana tuz bilan murchni solib olamiz. Endi bo'lsa paprikani solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtirib bir xil massaga keltirib olamiz. Panirovkasi tayyor. Endi to'l qanotchalarni bir chetdan olib panirovkamizga solamiz. Suvni silqitib solib olamiz. Va yaxshilab unga belab olamiz. Asta sekinlik bilan undan ozgina qoqib, unlarni joylashtirib olamiz. Hamma tovuq qanotchalarini shunaqa qilib tayyorlab olamiz. Unga yaxshilab belab ozgina silkitamiz va qo'yib chiqamiz idishimizga. Hammasini shunaqa qilib tayyorlab olamiz. Mana bir sira hammasini unga belab oldik. Endi 3-4 tasini sitaga solamiz va muzdek oddiy suvga solib 5 gacha sanaymiz. Va 5 gacha sanab bo'lganimizdan keyin uni olib yana qaytadan unga belab olamiz. Yaxshilab suvga tegishi kerak hamma yog'i. Mana ozgina vaqt o'tdi. Endi suvdan silqitib olamiz. Va yana uni unga bir chetdan hammasini belab chiqamiz. Unimizga solib belab olamiz. Mana ikkinchi marotaba unga belab oldik. Mana shunaqa xamirga o'xshab qoladi. Asta sekinlik bilan to'k o'rmasdan buni yana joylashtiramiz. Laganimizga bir chetdan terib chiqamiz. Hammasini shunaqa qilib ikkinchi marotaba unga belab olamiz hammasini. Mana ikkinchi marta hammasini suvga botirib unga belab oldik. Mana hammasi tayyor bo'ldi. Endi qozonimizga qorish uchun 500 ml yog' solganmiz. Ozgina qizidi. Endi bir chetdan qanotchalarni solishni boshlaymiz. KFC'mizni o'rtacha olovda pishiramiz. Bir chetdan solamiz. 8-10 minutda qanotchalarimiz pishib tayyor bo'ladi. Oldin bu tarafini tillarangga kirgizib olamiz. Ikkinchi tarafini ham xuddi shunaqa pishirib olamiz. Mana sekin tillarangga kirishni boshladi. Ikkinchi tarafini o'g'irib oldik. Aylantirib endi tayyorlab olamiz. Mana KFC'larimiz shunaqa chiroyli bo'lib qizarib pishdi. Endi bir chetdan olamiz. KFC'mizni hammasini pishirib oldik. Shunaqa ranglari chiroyli qip-qizil bo'lib chiqdi. Qisir bo'lgan, ustlari juda ham mazali zo'r bo'lgan. Endi buni chiroyli qilib laganimizga terib olamiz. Mana KFC'mizni chiroyli qilib laganimizga terib oldik. Juda ham mazalari zo'r chiqqan. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Agarda retsept yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Yana yangi videolarda uchrashguncha.